To'xta. Qoraqalpog'iston Respublikasida havo rayi qanday bo'ladi? Ko'rib chiqamiz. Videoga like, repost, do'stlaringizga berishni unutmang. Sizlarning qo'lloving'iz biz uchun ulkan ahamiyatga ega bo'ladi. Assalomu alaykum, Qoraqalpog'iston Respublikasi havo rayini qisqacha tushuntirib o'tamiz. Pogoda 25-iyun havo rayi kechki vaqt qataman Nukus qalasi ham boshqa joylarda bulutli bo'ladi. Nukus qalasida yog'in kutilmoqda. 26-iyun havo rayi halokat bulutli bo'ladi. Isi 30 gradus atrofida bo'ladi. 27-iyun havo rayi issiq bo'ladi. Yog'in kutilmaydi. O'zingizdan o'ylab suv ichishni unutmang. Issiq havo rayida ko'chaga chiqmasangiz bo'lmasa chiqmasangiz ma'qul. O'zingiz saqlang. 28-iyun havo rayi bulutli bo'lib, respublikamizning barcha aymoqlarida yog'in kutilmoqda. Nukus qalasi, Nukus rayon, ya'ni Ahmang viloyatida, Taxtako'pir, Yilliqqal'a, To'rtko'l, Beruniy, Qo'ng'rat, Mo'ynoq rayonlari, Sho'manay, Shimbay, Kegeyli rayoni, Bo'zatov, Amudaryo, Xo'jali, Taxyatash. Qaysi yerdan bu videoni ko'rib o'tirsiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Endigi videolarimiz arasida reklamalarni joylovda boshladik do'stlar. Displeymen bo'lsangiz yoki tovarlaringiz bo'lsa, har qanday reklama bo'yicha xabarlasangiz bo'ladi do'stlar. 29-iyun havo rayi ochiq, kunlar issiq bo'ladi. Kunlar issiq, o'zingiz bilan ko'chaga chiqqanda kerakli bas kiyim, suv hamda boshqa so'ntiklarni olib chiqishni unutmang. 30-iyun havo rayi bulutli, respublikamizning ko'pchilik aymoqlarida yog'in kutilmoqda. O'zingizdan o'ylang, saqlansangiz bu videoni joylashni unutmang. Sog' salomat bo'ling.